Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizdan 10-sahifadan davom ettiramiz. تمرين تمرين مشق اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. So'zlarni oxirlarini aniqlashlik bilan o'qing va yozing. Suqun bozor, as-suqu alif lam qo'shilgan ko'rinishi, demak aniq bozor. Demak alif lam ikkita harfdan iborat. Birinchi alif, keyingi lam harfi. Bu ikkita harf so'zga qo'shiladi-da, so'zda noaniq narsani aniq qiladi. Ya'ni suqun bo'lsa, har qanday bozorga suqun deyveramiz, lekin as-suqu deb alif lam bilan aytsak, demak bunda eshitguvchi va gapirguvchi tushungan aynan bitta bozor nazarda tutiladi. Shunda as-suqu biz tushungan aniq bozor bo'ladi. Al-ma'u aniq suv. Demak, eshitguvchi, gapirguvchi tushungan aniq bir suv. Ma'un suv. E'tibor beringlar, mana bu yerda suqun un tanvinini berdik. Demak, gapga qo'shilmaganda so'zlarda o'sha alif lomsiz holatda un tanvini bo'ladi. Raf holati deyiladi, buni yana o'rganamiz. Yana alif lom bilan kelgan holatda bo'lsa tanvin qo'shilmaydi. Ya'ni bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Suqu bo'lib o'sha tanvinsiz, un tanvinisiz zammali holatda turibdi. Al-ma'u mana tanvinsiz qilib aytdik, suv. Ma'un qandaydir suv. Al-baytu uy, aniq uy. Babun qandaydir uy. Qalamun qandaydir qalam. Al-qalamu aniq qalam. Al-kalbu it, aniq it. Kalbun qandaydir it. Qamisun qandaydir ko'ylak. Valadun qandaydir bola. Al-hajaru aniq tosh. Al-valadu aniq bola. Himarun qandaydir eshak. Al-himaru aniq eshak. Al-hisonu aniq bir ot. Bir ot. Hisonun qandaydir ot. Iqro va kitub, o'qing va yozing. Al-maktabu maksuratun, parta singan. Demak, bu yerda alif lam bilan turibdi. Demak, bu aniq parta haqida gap ketdi. Al-mudarrisu jadidun, o'qituvchi yangi. Bu yerda ham alif lam bilan aniq. Keyin bular mubtado xabar deyiladi. Yana keyingi darslarda o'rganamiz buni. Al-qamisu wasixun, ko'ylak kir. Al-labanu baridun, sut sovuq. Al-babu maftuhun, eshik ochiq. Al-hajaru kabirun, tosh katta. Al-labanu baridun, sut sovuq. Wal-ma'u harun, suv issiq. At-tajiru jalisun, savdogar o'tiribdi. Wal-mudarrisu waqifun, va o'qituvchi turibdi. Al-qamaru ba'idun, oy uzoq. Wal-mindilu, al-mindilu nadhifun, dastro'mol toza. اقرأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات المناسبة من الكلمات الآتية. Kelayotgan so'zlardan munosiblarini qo'yish orqali quyidagi bo'shlikni to'ldiring. Jamilun, mana shu so'zlarni ishlatamiz. Chiroyli. Vasixun kir. Maftuhun ochiq. Harun qaynoq, issiq. Thaqilun og'ir. Xafifun yengil. Al-hajaru thaqilun, tosh og'ir. Al-babu maftuhun, eshik ochiq. Al-qamaru jamilun, oy chiroyli. Al-varaqu xafifun, varaq yoki barg yengil. Al-mindilu wasixun, dastro'mol, wasixun kir. Al-labanu harun, sut qaynoq. Demak, mana shu joygacha o'qigan bilganlarimizni o'zlashtirib, yozib mashq qilamiz.